Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari, bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni kuzatib boruvchilar. Bugungi temamiz oyoq saramasi. Hozirgi kunda judayam ko'p uchrab turibdi. Mana o'sha taraflarda mana shunaqa oyoq saramaslari judayam ko'payib turibdi. Hozirgi kunda mana shunaqa holatlar oyoq saramasi kasalligi, qo'l, yuz saramasi kasalliklari mana xuddi kuygandek qorayib ketadi. Mana oyoq saramasi kasalliklari mana judayam jiddiy kasallik turlariga kirib turibdi bu. Mana shunaqa oyoq saramasi kasalliklari judayam ko'plab uchrab turibdi. Shunaqa bemorlar bizga murojaat qilib turibdi. Tabiiy giyohlarimiz, bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida yuz saramasi, oyoq saramasi, qo'l saramasi, butun badana chiqqan saramas kasallik turlari bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida shifosi bor, sog'lom bo'lib turibdi Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Butun O'zbekistonni va qo'shni davlatlardagi musulmonlarni mana yetib kelayotgan Qurbon hayit bayrami bilan chin qalbimizdan samimiy qutlaymiz, tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bossanglar, shunchalik ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Allohim dard beribdiki, darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. O'ziga behisob shukrona bo'lsin. Mana berilgan bizga biz tayyorlayotgan giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida mana shunaqa saramas kasallari shifoli bo'lib turibdi Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Oldingi efirlarda aytganimdek, bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila muborak Allohning uyida bitta tuya so'yib, ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar.